Salom hammaga, kanalimiz kuzatuvchilari. Belorussiya davlatiga 250 nafar o'zbekistonlik vatandoshimiz ishlagani borganida va u joyga borgandan keyin qandaydir O'zbekistonga qaytgilari kelib qoldi. Sabab nimaga? Belorussiya davlatida ish bor degan xabar tarqaldi. Undan keyin o'zbekistonliklar Belorussiyaga borsak, katta pul olamiz, yaxshi oilalarda ishlaymiz degan maqsadda Belorussiyaga ketmoqchi bo'lib, mana birinchi partiya desa ham bo'ladi, 250 nafar odam bir samolyot bo'lib Belorussiyaga ketishdi. Ketishdan oldin hamma bir xil sportivka kiyganman. O'sha internetda o'sha videoni ko'rib, men qanaqadir olimpiada bo'lyapti deb o'ylabman. Mana yetib kelib oldik, kutib olishdi. Yana Andijon polkaga shunaqangi o'ynashyapti, xursandchilikdan. Belorussiya davlatiga ketayotganini men keyin bilib qoldim. O'shandan keyin men o'sha videolarni ko'rib, meni ham Belorussiyaga borgim kelib qoldi. Chunki katta oylikka hamma ishlashni xohlaydi. Bunaqangi xursandchilikni ko'rgandan keyin odamlar haqiqatan ham Belorussiya davlatida 1,5 ming, 2 ming dollarga ishlar ekan deb o'ylab, juda ham ko'p odam shoshib qoldi. Belorussiyaga ketishdan oldin dabdaba, juda ham xursandchilik internetni portlatib haqiqatan ham. Bu reklama, juda ham katta reklama bo'ldi. O'sha davlatga o'zbekistonliklarni bilmayman nimaga borishini xohlayapti. O'zbekistonda ish yo'qmi, nimaga? Lekin o'sha yoqqa borib ishlashni rosa ham xohlashyapti. Lekin u joyga borgandan keyin 3-4 ta video birdaniga tarqalib ketdi. Bizga bergan narsasi mana shuni berdi. Mana bu krushkani berdi. Bu krushkaga ham o'rgamchi inson boribdi, qaranglar mana. Chunki u joyda 500 dollar oylik ekan. 500 dollar oylik olsak debdi. 200 dollar xarajatimiz bo'lsa, yana 100 dollar nimagadir bir balo hisoblayapti-da. 200 dollar uyga jo'natamizmi? Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, biz O'zbekistonda 200 dollar topib ishlab yuramiz deb odamlar nolishni boshladi borgandan keyin. Zapis qilib tashlab qo'ydim. 500 dollardan oshiq ish bo'lsa ketishaver dedi. Men undan oshiq pul bermayman. Bu video endi internetda juda ham portlab ketdi. Butun blogerlar, butun hamma internet tarmog'idagi foydalanuvchilar hammasi bu videolarni tarqatib yuborishdi. Juda ham ustidan kulishdi ularni desa ham bo'ladi. Rossiyada bizani migrant deb atashadi. Bir akamiz intervyu beryapti. Bu intervyuda eshitib ko'rsangiz, og'zingizni ochib qolasiz. Belorussiya safariga ketishimizdan maqsad men u yerda yurakdan ishlashga ketyapman va o'zbekni sha'nini qo'limdan kelgancha, jonim chiqquncha himoya qilaman. Juda ham bir faxrlanib gapiryapti-da musofirchilikka ketadigan haqida. Men musofirchilikda yurgan odamman. Rossiyada bo'lganman, Turkiyada bo'lganman. Men u joylarga borishni uncha-muncha odamga tavsiya qila olmayman. Chunki O'zbekistondan chiqqaningizdan keyin vatan sog'inchi, uy sog'inchi, mana bu o'zimizda mazza qilib keng dalada yurgandek, bir erkin yurgandek yurolmaysiz u joylarga borganingizdan keyin. Yelkangizni siqib yurishingiz kerak mamlaqa qilib. Musofirchilikda nimasi qiziq bilmayman. Xuddi bir Amerika davlatiga 10 ming dollar oylik olgani ketadiganday qilib gapiryapti-da. Buni ataylab gapirtirishganmi yoki bir o'zi shunaqa tabiatmi bu odam deb hayron bo'lib qoldim. Mana borgandan keyin hammasi ochiqlanib ketdi. 500 dollar oylik ekan. Endi hozir ko'pchilik yana videolar chiqarib, yo'q 500 emas ekan, 700 ekan deb o'zini o'zi aldayapti. Undan keyin bir xillari aytayapti, yaxshi biz moyliroq joyga ishga kirib qolganlar aytayapti, 1000 dollar ekan oyligim, 1200 dollarga oylikka kirdim deyapti. Endi o'sha ham traktor haydashga yoki bir boshqa ishlarga, o'shanda ham bir katta texnikalarni boshqargani uchun. Baribir shamol bo'lmasa daraxt uchi qimirlamaydi deyishadi-ku. Bu gap o'zi tarqalib bo'ldi. Belorussiyada qanaqa sharoitligini bilib bo'ldik. Belorussiyaliklar xohlayapti, borib o'sha joyda ekin-tekin ekib, o'sha yerda dachalarni o'zi olib, oilaviy kelib shu yerda yashasanda, ekinlar, bir kartoshka eksin, nima qilsin, sharoitini qilib beramiz deyishyapti. Yaxshi fikr, lekin bunday o'ylab ko'rsa, nega shuni O'zbekistonda ham qilsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? O'zbekistonda lekin qilmagan odam boshqa davlatda ham qilmaydi, men sizlarga aytib qo'yay. Ikkinchidan, yoqqa borgandan keyin luboy musofir odam O'zbekistonni sog'inaveradi, xohlasa xohlamasa. Men O'zbekistonda buncha oylik olardim, O'zbekistonda bunaqa yashardim degan narsani qilib gapirib, quloqingizni yevoradi. Hozir sizlarga bir ikkita videolar tahlab qo'yganman yana. Men o'zi ko'p
Gapiraveraman to'g'risi, ko'p gapirsam og'zim tinmaydi. Shuning uchun do'stlar, o'zlaring bir ikkita videolarni ko'ringlar, undan keyin kommentariy yozib, fikrlaringni bildirib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Belarusga ketgan musofirlar haqida video rolik chiqarsam, Belarusdagi bitta akamiz xafa bo'lib lichkamga SMS yozib yuboribdi. Biroq yordam bermagandan keyin video chiqarishga majbur bo'ldik-da. Bu darajada yomonlab tashamanglar deydi. Qo'yinglar, o'zbeklarni bu darajada sharmanda qilib tashamanglar. Sizlarda shijoatinglar, o'yin kulginglar, bu kiyib olgan bir xil kiyimlarni ko'rgan belaruslar shokka tushib qoladi, ishoninglar. Bular bizni xizmatimizni qilib, mehnat qilib tirikchilik qilgani kelyaptimi yo Belarusni bosib olgani kelyaptimi deydi. Yana kamiga bitta inson chiqib olib turib, men o'zbeklarni butun dunyoga tanitaman deb mana qilib qo'yapti. Agar o'zbeklarni butun dunyoga tanitish kerak bo'lsa, ilm bilan, bilim bilan, sport bilan bir odam havas qiladigan narsa bilan tanitinglar, lekin qora mehnat bilan emas. Sizlar reklama qilmasanglar ham itak bilishadi biz birovlar yurtda sarson bo'lib tirikchilik qilib yurganimiz. Yana kamiga borib olib turib, sharoit ukan, bu ekan, oylik anaqa ekan, manaka ekan deb turib yomonlab o'tiribsizlar. Endi pul haqida gap so'z bo'layotgan bo'lsa, gap so'z bo'lishi mumkin emas, men sizlar tarafdaman. Lekin hargi mayda-chuyda idish-davolarni ko'rsatib nima keragi bor? Endi ishlagani borgan insonning sharoiti shu bo'ladi. Bir paxtagulli piyalada Madonna chaynayda choy quyib kutib olmaydi-yu sizlarni. To'g'rimi? Xudo ko'rsatmasin, bir o'zbek tilini tushunadigan bironta belarus bu videolarni ko'rib qoladigan bo'lsa, ko'ti bilan kuladi, ishoninglar. Bularning kelishi bir shohona bo'ldi, ketishi bir vahima bo'ldi-yu deydi. Nima keragi bor edi internetga chiqarib? Nimaga blogerlar sizlarni yomonlab chiqyapti? Sababi o'zbeklarda sharmanda bo'lishiga sabab bo'lib qoldinglar, shuning uchun. Hargi sharoitni ko'rsatgan inson nima deydi? Videolarni o'chirib tashlanglar, bu birinchi kungi video edi, hozir hamma yo'q zo'r, sharoit zo'r deb turib video qilib chiqibdi. Aras sharoitingni xalqqa beradi ekan. Qisib o'tirsang bo'lardi-yu, internetga chiqib boshqa qilmasdan degani odam yo'q. Nima keragi bor edi? Bu narsani qanday hal qilish kerak edi aytaymi? Internetga chiqib bunaqa vahima qilish kerak emas edi. Chunki sizlarning ketishinglar umuman boshqacha bo'ldi, yetib borishinglar umuman boshqa narsa bo'ldi. Sizlar hammanglar to'planishinglar kerak edi, kattalarga telefon qilib, "Ey, senlar bizga va'da berishgan eding. Davay qarochi, yo sharoitni berish, yo davay обратно O'zbekistonga biz jo'natish. Agar hozir biz internetga video qilib chiqadigan bo'lsak, qolgan o'zbek millatini ham sharmanda qilib qo'yamiz. Qo'yish bu narsani qilishimizga majbur qilishma" deb turib bir yuragida o'ti bor inson ikki og'iz gapirib qo'yadigan bo'lsa, hargi yuqorida o'tirgan insonlar ko'ti pitirchilab qoladi. To'xta deydi. Hozir bir narsa qilmasak bo'lmaydi deydi-da, ishinglarni hal qilib berardi. Internetga chiqishni keragi yo'q edi bu narsalarni. Endi mayli, endi nima deymiz, shunaqa bo'lish kerak edi ekan. Lekin xafa bo'lmanglar menda. Haqiqat achchiq bo'ladi. Biz $500 ishlamaymiz deb Belorussiyadan turib olib norozilik chiqishlarini amalga oshirayotgan hurmatli akalarimiz. Unaqa emas-da. Lukashenkoning gapini butun dunyo eshitdi. Lekin sizlar bexabar qolibsizlar. Ko'rmaysizlarmi endi? Nima endi shunaqa ekanda endi? Aytdi, meni davlatim kambag'al. Menda aholi yo'q. Seni aholing kelib menga investitsiya kiritsin, ya'ni tadbirkorligini mana shu yerda qilsin. Menda yer katta, foydalansin dedi. U men $1000 oylik to'lab zo'r qilib tasratib yuboraman demadi. O'rtacha $1000 oylik topsa bo'ladi dedi. Fuqarolaring menga kelib ishlab, mana shu yerda tirikchiligini qilsin. Uy, joy, yer ko'p menda, tashlandiq uylar ashincha deganini butun dunyo eshitdi-da. Sizlar mana noshukrlik namoyish qilib chiqayotgan akalar eshitmay qolibsizlar, qaranglar. O'zi u davlat kambag'allashib ketayotgan davlat bo'lsa, xalqi o'sha joylarini tashab chiqib ketib yorgan bo'lsa, sizlar nima kutuvdinglar u yerdan? $500, $1000 dan eng ko'p oylik $1000 o'rtacha deganda sizlar nima kutuvdinglar? Ular O'zbekistondan ham kambag'al davlatki, o'sha O'zbekistonda aholisini o'sha tadbirkorligiga kiritayotgan investitsiyasiga muhtojligini aytdi. Asla borib turib $500 ga biz ishlamaymiz. $200 ni qonimga yeb qo'ysam dedi. $200 bitta odam yevorasizlarmi? Bitta putur ro'zg'orda ovqatini yevorasiz ekanda, amaki. Tavba qildim. Sizlarni men aybdor qilmoqchi emasman, lekin birinchi o'rinda tushunib olish kerak edi. Ketishdan oldin tushunish kerak edi. Ketdinglar Anjon polkaga o'ynab. Men ham hayron qoldim.
Menga qo'shilib boshqalar ham hayron qolgan bo'lsa kerak. O'rtoqlar, unaqa emas-da, endi chiqib ol davlatni yomonlab yotibsizlar. Hokim palon qildi, hokim po'kin qildi. Hokim sizni qo'lingizdan yetalab charterreysga olib chiqib qo'yganini ko'rmadim. Bunga tushib ashulatib chiqib ketdinglar o'zingizlar. Mirziyoyev Belorussiyaga borganda Lukashenko aytdiki, menda yerim katta, sizlarda yer kichkina, sizlarga ish kerak, menga ish kerak, sizlarda suv bilan muammo bor. Yo'q, menga jo'nat odamlaringni, menga jo'nat. Balki ularni ko'rib, meni xalqim bunaqa 500-700 dollarlarga ishlagisi kelmayapti. Meni xalqim sani o'zbek mardikorlari kelsa, endi qog'ozga o'rab chiroyli gapirdi. O'zbek ishchilik esa o'shalarga qarab ishga qiziqardi-da. Va Mirziyoyev O'zbekistonga kelib Andijon hokimiga buyruq berdi. Andijon hokimi labbay deb sportivkalarda kiyim olsa, sportivkalik kiyib olsa, men ularni olimpiadagami ketyaptimi deb o'ylabman. Olimpiadaga emas, u mardikor bo'lib Belorussiyaga ishlashga ketayotgan ekan. 1,5 dollar oylik deyishdi, lekin ko'pchiliklari 500 dollar oylik ekan deb shikoyat qilyapti. 500 dollar oylik bo'lsa, turar joyimiz u yoq bu yoq rasxod 200 dollar, keyin shampun, tish cho'tka rasxodlarimiz bilan 300 ketsa 200 jo'natamizmi uyga deb norozichilik bo'lyapti. Endi Belorussiyadan bilan O'zbekistonni solishtirsanglar, har tomonlama O'zbekistonda tabiiy boyliklari O'zbekiston Belorussiyadan boy. Karimov aytganki, 20 million paytimiz, Karimov 40 millionni ham, 50 millionni ham boqishga yetadi boyligimiz degan. O'sha videoni bo'lsa menga tashab qo'yinglar. Keyin Mirziyoyev ham aytdiki, chiqib, sizlar deyapti, qancha boyliklarni ustida o'tirganinglarni bilmayapsizlar. Gazimiz bor, tillamiz bor, uranimiz bor, paxtamiz bor, zahmatkash, mehnatkash xalqimiz bor degan yana videosi bor. Yana bitta videosida sizlar qanaqa boyliklarni ustida o'tirayotganinglarni sizlar bilmayapsizlar degan. Uni men bilyapman. Sizlar bilmayapsizlar. O'sha videoni ham topsanglar, menga jo'natib yuboringlar. O'sha qaqqa sotilyapti. Nima uni pardalar orqasida sotib yuborib bekityapti xalqdan. Shuncha boyliklar qaqqa ketyapti. Xo'p, Gollandiyadan da boy. Gollandiya 4000 yevro, 5000 yevro oylik beradi. Gollandlar chetlarga chiqib mazza qilib sayohat qiladi. Nimaga Yaponiyadan tabiiy qazilma boyliklari ko'p, Gollandiyadan tabiiy qazilma boyliklari ko'p? O'zida ish o'rinlari yaratmagani tufayli chetlarga mardikor bo'lib chiqib ishlash kerak. Nimaga? Nimaga oyliklar past, tabiiy boyligi ko'p? Bular ham mardikor emas, sayohatga chiqishi kerak emasmidi? degan men o'yladim, bular olimpiadaga boryapti deb o'ylabman. Hammasi bir xil kiyinib olgan. Va yana laykan bosibman Olg'a O'zbekiston deb. Ular ishga boryapti ekan. Hozir video chiqyaptiki, Belarusga keldik, 500 dollar pul beryapti. Uyga qanday jo'natamiz, kamlik qiladi. Siz necha pulni orzu qilgansiz? Belarus unaqa oshib ketgan davlat emas. 16 yil Rossiyada yashaganman. Belarusning o'zi Rossiyaga kelib ishlaydi. Ayollari hozir Yevropaga borib ishlayapti. Siz necha pul orzu qilib nimani hayol bilan borgansiz? Men hayronman. Qaytinglar orqaga, asta-sekin. Ishqilib biletga pul bermagan bo'lsangiz bo'ldi. Bilmadim, boya bittasi gapirdi, hokim chiqib gapirib yotuvdi, Belarusga bir balo dedi. Bir gala O'zbekistonliklar forma kiygan. Men o'yladim, Belarusga bir sportivniy bir bolaga boryapti deb o'ylabman. Bular ishga boryapti ekan. Shu O'zbekiston, pamoymi, migrant eksport qilishdan boshqa hech narsaga yaramaydi-ku. Xafa bo'lmaylar lekin. Hamma joyda migrant bo'lib yuramiz, men o'zim ham migrant. Если что. Tavba qilib, orqaga qaytinglar, Belarusda ish yo'q. Belarus o'zi oshib ketgan davlat emas. O'zbekistonda shu oyligi topasiz. Maosh 100 dollar kam topasiz, zato yotog'i, yeyari, ichari unaqa narsalaringiz yo'q-da. Muammolar o'ydan uzoq, bolalardan uzoq. Bilmadim lekin. Belorusiya bizni aldadi, akalar, Belorusiya aldadi. Rossiyaga kela olinglar, Rossiyaga. Bugun video chiqdi, akalardi. Bir xil formalarda ketishdi, qanday sunnaylar bilan. Hurmatli hokim debdi, bizga 500 dollar oylik yetmaydi. 200 dollarini jo'natsak, 300 dollar rasod qilsak, 200 dollarda biz o'zbek haqiqatdan-da jon akalar. Akalar, kela olinglar, Rossiyani bag'ri keng. Jicha dron bo'lsa, qilishinglar mumkin. Mayda topsanglar bo'ladi, bir narsalar qilib topsak bo'ladi, jon akalar, kela olinglar. Siyosatga ko'p aralashib qo'yapman, nimachi? Oxiri baxayr olsin-da. Hurmatli hokimimiz, bayda 500 dollardan ishlaydigan bo'lsak, 200 dollardan qornimizga ketsa, 100 dollardan misol sovun-povun, kirpirimizga, savdo podorlarga ketadigan bo'lsa, 200 dollar uchun bayda yurishib, vaqtimizni o'tkazdirib, sarson bo'lishimizning foydasi yo'q.
Belarusiyaga ketgan ukalarimiz Belarusiyaga borganidan, u yerdagi sharoitdan va berilayotgan pullardan norozi bo'layotgan ekan. Men shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bu joyga borishdan oldin menimcha birinchi o'rinda u yerda hamma qancha pul to'laydi degan savolni beradi. Bu bir. Ikkinchidan, qanaqa sharoitga boryapmiz? Uy joyini o'zi qilib beradimi, yeb ichishni o'zi qilib beradimi yo biz qilamizmi? O'shanga qarab hisob kitobini oladi. Va kelgusida men aka-ukalarimiz shunaqa qiynalib qolmasligi uchun shu narsani aytib o'tmoqchimanki, yaxshilab surishtirib olinglar. Chunki Belarusya bu Rossiya emas. Belaruslarning o'zi Rossiyaga ishlagani borib yuradigan odamlar. Keyingi masala, Andijon viloyat hokimi bu masalada endi bir yaxshilab yordam berib yuboradi shekilli. Minglagan qora ko'zlarimizga. Bo'lmasam bo'lmaydi. U $200, $300 uchun Belarusyaga borib ishlagandan ko'ra arava tortib o'zimizda ishlasa, arava tortsa ko'proq pul topadi. Shu narsani aytib o'tmoqchi edim. O'rtoqlar, videoni tarqatib qo'yamiz. Andijon viloyat hokimiga yetib borsin.